Bu dunyo shunday ekanki, men maktabda ishligini ko'rganim yo'q. 7 yoshimdan turib mol boqdim. 32-yil kolxoz tuzildi. Otamiz mol qarovul bo'ldilar, omborlarga qarovul bo'ldilar. Shundan dadamiz mollarni olib borib, kolxozga ho'kizlari bor edi. Qo'sh-qo'shaydi. Darotga yetib beradilar. Men 7 yoshdaman o'sha vaqtda. Kechgacha aylantirib boqib yurardim. Darotda qo'rildi. Jangal, shirg'anoq, o'rmonda edi, darotlar. Kechqurun borib dadamni olib keladilar. Ertalab yetib qo'yadilar, kechqurun borib olib keladilar meni qo'shib. Nima uchunki yo'lda ekin ko'p. Uzoq qilolmayman. Shuning uchun dadam boradi, birga olib keladilar. Ko'p og'ir kunlarni boshimdan o'tkazganman. Mol o'qiydim, onam bitta to'rvacha bergandi. Hali yog'liq sho'rva bor, sho'ra. Yaldiroq. Shuni bargidan terib, xaltacha solib yurardim, molni boqib. Uni nima edi? Kechqurun chopaydi onamda hamsiyadami, yonadami bir piyola sut olaydi, qavuradilar. Non o'sha. Yedik. To'g'ri, beradi non. Nimcha yarim kilo non beradi, yarim kilo non ulaydi. Kolxoz beradi. Ana shunday qilib kun ko'rganmiz. Qo'lim kelib ketdi. Ko'p og'ir kunlarni ko'rganmiz balam. Butun ishton kiyganimiz yo'q. Bag'ini o'zi oladi jangal, bag'ini o'zi oladi jangal. Yani onamiz kechasi bilan yamaydi buni. Ertasi lattalardan qo'yib yamab, ertalab yana kiyib ketaydik. Nima, hamma joy jangal, shirg'anoq yuradi-da. Non degan gapni to'yib yeganimiz yo'q. Butun nonni. Shundan 39-yil akamiz armiyaga ketdilar. Armiya 38-yildan armiyaga olish boshlandi-da O'zbekistonni. Ungacha olgan yo'q armiyaga O'zbekistonni. Akamiz armiyaga ketgandan keyin tozam yag'iz bo'lib qoldi degan hisob bor. Onamiz bor, dadamiz mol qarovul, omborlar bor, kolxozda munosi, ada. 43-yilga kelib, men ham armiyaga oldilar. Men hali 17 yosh to'lib 18 ga o'tganim yo'q edim. Ulyanovsk oblasi Melik shahriga borib tushdik. Erda 3 oy tarbiya qildi. 43-yil aprel oyida hujum boshlandi. Shunda bizlarni Voronezhga olib borib tashladi. O'zbekiston bolalarini o'zdan tarqatib bordi har yoqqa. 5 ta, 4 ta, 2 ta, bittadan qilib. Biza birinchi kirishimiz, hali ko'rganimiz yo'q. Asosan mentada toza o'sha vaqtda o'zda qilolmaymiz ham. Hali buncha joy kichkina. Eng kichkinasi men. Poltava shahriga navsiya borganda harakatni ozod qilib Poltavada men yarador bo'ldim. Sonimdan, mana shu yerdan. Sestralar hazillashaydi, yig'laydim. Bachchaman-da, sinog'dim. Mali ishlaydilar. Unda tez kunda yaxshi qildi. Yana o'z shaxsimga borganimdan keyin meni desantnikka oldi. Tankova 32-chi tankova brigadiga desantnikmi. Erga meni Galovnar dozorda xizmat qilayotgan soldatlar bor, 12 ta. O'sha guruhga oldilar. Meni qo'limdan ish kelmaydi. Bitta mushtabachaga kuchim yetmay boringkim. Bunda qila olmayman. Xalq starshinam ag'oshtirib berdi. Avtomat berdi. Oldindagi gapni keyinga yetkazib, keyindagi gapni oldinga yetkazib beruvchi qilib oldilar.
Nima bilan? Men aytyapman. Mani xat savodim yo'q. Men ko'rganim yo'q. Men maktabda ishini ko'rganim. Maktabing kerak emas. Sen o'zing kerak, malish dedim. Mani otimda malish ot qo'ydi, hammasi malishga o'tib ketdi. 3 oy xizmat qildim. Kirvorroqqa borganda kechqurun qorong'i tushdi. Bir o'ngillab yosh chaqaloqni ovozi kelaverdi. Xuddi sizda yonida, men yonida ham boshlig'imizda leytenant edim. O'rta leytenant edim. Bachani ovozi kelyapti dedim. Yosh bacha dedim. Idi dedi. Idi prinsi dedi. Borsam, ne bilmadim, ayol eshikka o'yga kirakon bo'lganmi, yo o'ydan chiqqan ekanligi, eshik ochiq. Yotibdi, o'lik. Bacha ham ko'kragiga yopishib olgan. Katakalon, 1 yoshdan o'tgan. Olib keldim. Olbosamatga topshirdi dedim. Qarong'i aytdim, men seni yo'qotaman dedim, sizlarni dedim. Shu yerdan qimillamayman dedim, kelguncha dedi. O'tiramiz dedim. Shahardan chiqdimki, ikkita sestra kerak ekan. Qo'liga berdimmi, qaytib chopib bordim. Nima berding dedi. Qo'rqdim men sizlardan, sendan dedim, qo'rqdim, yo'qotib qo'yaman. Bermaslik kerak dedi. O'zing yetib berganingda seni abadiy seni nomingni yozib olaydi. Shu bachalar seni nomingda bo'ladi dedi. Aradan 2 kun o'tdi. Ya'niki juda mahkam o'ynashib olgan ekan. Armiya 92-sida, bir 3 kilometr bizdan keyinda ular to'xtatilgan. Xatni berdida, shahardan chiqishim bilan samolyot bomba yoshkasida qoldim. Shaharning ichidagi soldatlarning keyinga olib chiqayotgan ekan. Endi tamom, shu yerda to'xtatamiz urushni deb. Bilmayman. Birdan arqamdan 2 joydan tekkan. Askarga bombaniki. Men qolganman qorga bulanib, oktabr oyida. Bir Xurram degan inson To'ma qishlog'idan Mo'minxo'jani. Men tonimayman, u kishi ham meni tonimaydi. Sabatga ya'ni kishi ko'targanda o'lgan bo'lsa ko'maman, tirik bo'lsa sababi yozdi. Ya'ni ko'p baqvat ekan kishi. Navchadan keyin. Quloqqa rahmat degan gapni quloqlariga kirgan. U kishini. Panjalarim barim nechangim ichini kesganlar, kesib olgan ayoldan. Shunda rus balalar aytdi, sen baxtli ekansan dedi. Bir zdorovo dedi, parin dedi, seni ko'tarib keldi dedi. Sen hech nima bilmaysan, o'liydi dedi. Senga dedi, seslarga garelka qo'yib, yesa qo'yib, seni odam qilib oldilar deb. Ruslar aytyapti. Men bilmayman buni. No spasibo dedim, rahmat dedim. Kim bo'lsa ham dedim. Men yerdan yaxshi bo'lib chiqdim. 43-yil tamom bo'ldi. Valensiyadan men chiqdim. Shasimga bordimda starshinada tarmashdim. Xuddi chaqaloq onasi tarmashganday. Boringa yig'ladimda choqidan. Prostoye bor dedi. Pekota qo'shib oldi. Kelinni birinchi guruhga olinka liniyaga qo'shib oldim. Hujum boshlandi, ikkinchi hujum. Birinchi hujum Stalingradda bo'ldi. Pavlovlar qo'lga tushganda. Biz birinchi hujumda o'ynadik. Ikkinchi hujum boshlandi. Kirvorroq ozod qilindi. Kirovograd shahriga ketgan vaqtimizda, ozod qilib chiqqan vaqtimizda tika turib, to'xtab qaradim. Varqti bir narsa tushdi, kelib bir narsa. Men pisi bu qashaliga kelib tekkan ekan o'zi. Men uni pisi yotibman. Bir katta bir qora paranavsi po'shlog'i shundan tekkan, teshib o'tgan. Etga borib yopishib qolibdi. Ba'zi qilib oldilar. Znamenka deyotganimdan keyin buni o'zi kesib askovkasini oldilar. Bittasi bor. Shaxsimiz Ruminiyaga yetib borgan ekan.
Ruminiya. Bir Prut darochasi bor ekan, daryoni bag'ida o'zimiz armiya, ag'ida Rumen soldatlari. 3 kun to'xtadi. Samolyot bilan qog'oz tashayapti. Qarshilik qilma, hojati yo'q, shahring vayron bo'ladi. 3 kundan keyin hujum boshlandi. Shu aylanib o'tdi, hech qanday qarshilik ko'rsatmadi. Erdan oldin Polshaga o'tkazib yubordi bizlarni. Polshaga qarab o'tib ketdik. 3 kun deganda yetib bordik. Sherishak, faqat chop. 3 kun deganda yetib bordik. O'sha kecha hammasi okopli rasept qilingan italab hujum boshlandi. Hujum boshlangandan shundan Visla daryosidan o'tdik. Visla daryosidan o'tib Bugunisiga bir sutka o'tgandan keyin Bugunisiga telegramma qilyapti. Navoda chekinmay, orqada ko'prik buzilgan, yo'l yo'q. Hech yoqqa borolmaydi. Urush to'xtadi, uni qarang yana. O'shada urush to'xtadi. Telefon chaqiryapti, "Malish, telefonga" deb. "Malish, telefonga" deb. Yani komandir rotani Sviznoy yarador bo'lgan ekan. Men uni eshitganim yo'q, keyin aytdilar. Hammasi baqiryapti, artilleriya. Pushkani chaqiryapti. O'sha oxirgisida biroz qo'lni siltab bordim, chiqdim okopimdan-da. Bir chomonga shu o'tib turpoq to'zib ketdi. Yana bir yugurdim, har 10-20 metrda bir tumalayapman-da, yotib. Yalanga ekan zorqog'ir. Yalanga ekan. Bu ikkining ichidan chiqdim. Yetgan pillamda urdi-da. Mana uni qarang. O'sha yetgan pillamda urdi. Mana ba'zan teshib chiqqan. Polshada yotdim. Yaxshi bo'ldim, 45-yil boshlandi. Gospitaldan chiqib Chaska borganimdan podpolkovnik Palaves polisurukimiz partiya bileti berdi. Partiyaga o'tdim-da. Ololganim yo'qdim. Partiya biletimni berdi. Pogon toqdi. Звание serjant, malosh serjant. Svasa gördüm, 7 balani. Aytdim, "Ya nega giraman dedim." Qo'ldan bir siltadim. "Birga xasovat kerak emas" dedi. "Komandir Husayn bo'ldi" dedi. Undan hujum boshlandi. Alava shahridan ozod qilgandan keyin Ozir daryosi bor ekan. Ozir daryodan o'tgandan keyin starshinamni "Malish" dedim. "Ты герой" dedi. Natib berdim. Komandir polkani qog'ozini, prikaz qog'ozini. Başlayla ura yangi jo'ralarimiz, soldatlar. Alov shahrini o'tgandan keyin Sibirda armiyasi keldi. Sibirda armiyasi bilan og'ishdilar. Bizlarni oldi Chexoslovakiyaga o'tkazib yubordi. Biz ham o'shadan keldik, yana qaytarib, avval Ruminiya edik. Pragani ozod qilishga. Hayda. To'xtash yo'q. Yo'q, haqiqatan Pragani ozod qildik. Pragani ozod bo'lib, hech qanday qarshilik, qattiq qarshilik qilgan yo'q. Faqat ular o'zi tamom bo'lgan ekan. 8-da urush tamom bo'ldi. O'zi vari yalab ko'tarib o'tyapti. Oq yalab. 9-da e'lon qildi-da. O'zi 8-da tamom bo'ldi. Ular yalab ko'tarib o'tishadi o'zi. 2-dan ular yalab ko'tarib o'tdi. Ular qachonlar bilgan. Mana bizga keyin aytsa, shunday qilib Xudoning rahmati bilan urush tugadi. Qaytib bordim. Bitta onam bordi, yolg'izgina. Hech kim boshqa yo'q edi, hech kimimiz. Yanga ketib qolgan ekan. 52-yil. O'zi elektr stansiya bordi. Suvdan ishlaydi. Sherga olib keldim. Keyin 60-yil kolxoz injener bilan ikkovi chaqirib oldi-da, kolxozga bitta radiovoz qurishimiz kerak dedi. Qurish kerak dedim, to'g'ri dedim.
Shunga bosh bo'lasiz. Boringki, men bosh bo'ldik. Samarqanddan borib, praktikasini olib kelib, praktika qildirdim. Radiozor olib keltirdim. Ustoz berdi. Radiozor qurildi. Radiozor ishlayapti. Anali Homid 70-yil. Xudo rahmati, onam 71-yil, 72-yil o'ldilar. 70. Endi bitta tegirmon ham qurdirib bering dedi. Kolxozga foydali xalqqa dedi. Navoiy bilan borib gaplashib, tosh olam qilib, boringga tegirmon ham qurib berdim. Ana shunday qilib dunyoni hammasini kesib bo'ldik. Hech qanday. Lekin Xudoga ming qadar shukr, davlatimizda ilohiy martabalari bundan ziyoda bo'lsin. Bunday izzat hurmat hech qachon bo'lmagan. Bo'lgan ham yo'q edi. Davlatimizning mehribonchiligi, rahbarlarimizni. Shavkat Mirziyoyevga mingdan bir roziman. Mingdan bir mana bu tur qo'llarini ushladim. Mayramda, Toshkentda. Shu zamondan ortiq qachon bo'ldi? Bu zamonda o'xshi bo'lmagani, bu ish ham qiyin. Aytamanki, ayniqsa 4-5 yildan shaqat juda ham haddan tashqari bo'lib ketdi. Avval yo'q edi bundayda. 10 millionni men qachon qo'limga ushlavdim? 15 millionni qachon men qo'limga ushlavdim? Mana changi tomonni. Bo'lgan ham yo'q. Bundan ziyod bo'lishi mumkin, lekin bundan kam bo'lmaydi. Rahbarlarimiz sog' bo'lsinlar. Hech hozir Shavkat Mirziyoyevga Xudo kuch-quvvat bersin. Mana endi aytyapmiz. Eski vaqtda qariyani oldini kesib o'tmaykan. Zinhor qulog'ingizga oling, adashmang. Adashmang. Yana bir aytaman, adashmang. Yo'ldan adashdingizmi, bir qadam keyinga adashdingizmi, qaytarib ololmaysiz o'sha qadamni. Adashmay, keyin yo'lingizni bilib bosib yursangiz, qadamingizni bilib bosib yursangiz, izzat hurmat ota-onangizni izzat hurmat qilsangiz, haq hamsiyani izzat hurmat qilsangiz, qanchalik sizga avriy bo'ladi. Baraka topsin falonchaning o'g'li, aqli eslik bor ekanda, doim salom beradi. Doim oldimda kesib o'tmaydi. Yo falon ishimizga yordam qilishadi. Ana shunday bolalarim. Zinhor ishor bo'linglar, yo'lingizdan adashmang. Bu zamonni hech aytib adab bo'lmayotgan zamon. Qayerga borsangiz boryapsiz. Qayerga yursangiz yuryapsiz. Chet davlatga boryaptilar. Mana bitta navaram 6 yil o'qidi Ukrainada. Ana hozir ishlayapti. Xudoga shukr. To'riyag'iz quvlab, qayerqa borsangiz boravering. Bir vaqtda aytgan ekan. Bir katta anjumanda, bir vaqt zamonda. Xaloyiq degan. Ondan turgan. Sen zar degan, zargaring keladi degan. Qachon bo'lsa ham keladi. Hech qanday bola chaqa navara avaralaring ko'rishi mumkin. Lekin keladi qachon bo'lsa. Ana o'sha aytgan zargar Shavkat Mirziyoyev bizga zargar bo'lib keldilar. Och qonimizni to'yg'azayaptilar. Yeri yo'limizni to'g'rilab qo'yaptilar. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, hech yo'qda kam bo'lmas. Martabalari bundan ham ziyoda bo'lsin. Davlatimizni bundan ham ziyod shon shuhratini ko'tarsin. Mana hurmatli azizlar. Sportchilarimizga qarang. Dunyoni qaysi yerdan bormasin bayroq ko'tarib kelyapti. Kim sababchi? Rahbarlarimiz sababchi. Kim yo'l ochib bergani uchun. Shavkat Mirziyoyev sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Hammalaringiz ham qo'l ko'tarib olinglar deydilar. Hech vaqtda kam bo'lsin, martabalar bundan ham ziyoda bo'lsin. O'zbekistonning shon shuhratini baland cho'qqilarga yetkazsin. Allohu akbar.